Assalomu alaykum hammaga. Bugun ushbu videoni qilishligimizdan maqsad murobaha va ijara haqida, uni jarayonlari, ishlashlari haqida batafsilroq tushuncha berish bo'lgan. Birinchi o'rinda murobaha haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi o'rinda suhbatlashamiz, mijoz murojaat qiladi va suhbat qilamiz. Uni xohishlarini, istaklarini, qanaqa biznes bilan shug'ullanadi, nima ish qiladi, mog'inda bizni shartlar haqida gaplashamiz. Va bu jarayondan o'tgandan keyin ikkinchi jarayonga o'tkazdiramiz. Realroq holatda mijozni biznesini borib ko'ramiz, tekshiramiz, o'rganamiz. Ustamalarimiz haqida gaplashamiz. Endi ustamalar haqida batafsilroq tushuncha berib ketadigan bo'lsak, bizda tariflarimiz bor. 100 million so'mgacha bo'lgan tariflarimiz, loyihani qiymati haqida gapiryapman. 100 milliondan 300 milliongacha, 300 milliondan 2,5 milliard so'mgacha bo'lgan tariflarimiz bor. Deylik, 100 million so'mgacha bo'lgan tariflarimiz, deylik 100 million so'mlik tovar sotib olib, nasiya qilib sotadigan bo'lsak, taxminan 126 million so'm atrofida bo'ladi va buni teng 12 oyga bo'lamiz. Bu taxminan 10 million 500 ming atrofida tushadi. Deylik, o'sha 100 millionlik summa qiymat haqida gapiradigan bo'lsak, taxminan 124 million 300 ming atrofida bo'ladi. Oyiga 10 million 355 ming so'm atrofida to'g'ri kelyapti. Endi eng haligi VIP klientlarimiz va nima deydi, yiriroq summalarli loyihalar uchun hisob-kitob qiladigan bo'lsak, taxminan 22,5% ustama qo'shiladi. Ana 100 million hisobida qilsak, 122 million 500 ming atrofida bo'ladi. Buni endi teng 12 ga bo'lib hisob-kitob qilsak bo'laveradi. Xo'p, bu narsalar hisob-kitoblarimiz mijozga ma'qul kelgandan keyin yana bir muhim bosqichimiz bor. Tahlil bosqichimiz, mijozni biznesi, uni faoliyati, uni omonatdorligi, ishonchliligi, biznesi potensiali haqida qattiq chuqurroq o'rganamiz. Bizni maqsadimiz to'g'ri kelyaptimi, yo'qmi? Bizni maqsadimiz mijozga qiymat berish. Biz mijoz bilan hamkorlik qilganimizdan keyin uni biznesini o'sishiga ishonch hosil qilishligimiz kerak. Endi avvalo Alloh biladi, qolganini sababiyatini qilib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Va shu tahlil jarayonida real savdo oborotlari, tushumlar, chiqimlar, cash flow deydi, aktivlar, passivlar, xususiy kapital va boshqa haqdorlari oldidagi mijozni majburiyatlari va mijozni haqlari, nasiyasi, nima deydi, umidsiz aktivlar deymiz, qaytish ehtimoli kam bo'lgan nasiyadagi pullar yoki tovar asstatkalari, mog'inda shu narsalarni o'rganamizda biz mijozga diagnoz qilamiz. Mijozni potensialini aniqlashtirib, o'zimiz ichki holatda qaror qabul qilib, qanchalik nima deydi, yuklama, qarz yukini ko'tara oladi yoki biznesini, masalan, marjalarini o'rganamizda. Marja, biz qo'yib turgan marja uni marjasidan oshib ketib qolmaydimi yoki teng bo'lib qolmaydimi? Aytmoqchi bo'lganim, mijoz biz uchun ishlab qolmaydimi degan savollarga yaxshilab javob topamiz. Endi biz qo'yib turgan foydamiz unaqa katta deb hisoblamayman, so'mda bo'lganligi sababli. Ko'p holatlarda mijoz biz qo'yib turgan foydadan 3-4 barobar ko'p foyda oladi. Biz shunga ishonch hosil qilganimizdan keyin keyingi jarayonga o'tamiz. Endi bu jarayonlar qanaqa bo'ladi deyilsa, ta'minotchilar bilan mijozga nima tovar kerak, nima mahsulot kerak, uni sifatlisi, eng arzoni va ishonchlisi, bu narsalar juda ham muhim. Odatda mijoz o'zi tavsiya qiladi qayerdan qanaqa narsa sotib olishligini. Sababi odatda mijozlar uzoq yildan beri, uzoq vaqtdan beri aloqa qilib yurgan bo'ladi. Xo'p, lekin shunga qaramasdan bizda ham shu sohani ichida yurganligimiz sababli ko'p holatlarda ishonchli, yaxshi sifatli va arzon nima deydi, variantlar duch kelib qolinadi va o'sha holatlarda yoki o'zimiz qidirib ko'ramiz
arzonroq, mijozga yengilroq vaziyatlar, holatlar bo'lib qolsa, uni tavsiya qilamiz. Bu ta'minotchilar bilan ishlash va shartnoma qilish jarayoni va shu jarayonda bizni mijozimiz bilan va'dalashuv, kelishuv qilamiz. Bu qanaqa narsa deyilsa, biz mijozga tovar mahsulotni sotib olish uchun va'da beramiz. Va bu jarayonda mijoz ishonch to'lovi deydi. Ishonch to'lovini bizga to'lab berishligi kerak bo'ladi. Odatda garov asosida ishlaydigan holatlarimizda 5% ishonch to'lovi olamiz. Deylik, savdo tovarlari, mahsulotlar, xomashyolar, shunga o'xshagan narsalarda, lekin mashina, avtomashina, masalan, texnikalar holati bo'lsa, bunda 30% gacha, 25-30% atrofida va uskunalar ham bor. Uskunalar holatida ham shunaqa 25-30% holatida ishonch to'lovi olamiz. Shu bilan va'dalashuv, kelishuvi va mijozlari, ta'minotchilar bilan shartnomalarni amalga oshirib olganimizdan keyin biz mahsulot sotib olish uchun pul chiqaramiz. Biz to'liq pul o'tkazma yo'li bilan ishlaymiz. Qo'shilgan qiymat soliqligi bo'lishligi kerak. Pulni chiqarib turib, tovar mahsulot bizni mulkimizga o'tgandan keyin, mijozga sota oladigan bo'lganimizdan keyin, bu holatda mijoz bilan nasiya savdo shartnomasini amalga oshiramiz. Va shu holatda garov ta'minotini notarius orqali taqiq qo'yib qo'yamiz. Shu garov haqida bir qisqacha qilib aytib o'tib ketsam yaxshi bo'lardi deyman. Garovga biz qanaqa narsalar olamiz? Ko'char va ko'chmas mulklar. Ko'char mulklar endi bular avtomashina, texnikalar hisoblanadi. Ko'chmas mulklar noturar joy, asosan noturar joyga urg'u beramiz. Turar joy qachon olishligimiz mumkin? Mijozda qachonki o'zini ehtiyojidan ortiqcha turar joylari bo'lsa, o'sha holatda turar joyi garovga olishligimiz mumkin. Notariusdan bu taqiq qo'yiladi. Bizning nomimizga o'tmaydi hech qaysi biri. Faqat o'sha nasiya savdo jarayonida taqiq qo'yib qo'yiladi. Va savdo bitim amalga oshiriladi. Undan keyin bu jarayonda biz tovarni real holatda mijozga topshiramiz. Va keyin bitim amalga oshadi. Mijoz qo'liga qabul qilib olgandan keyin. Undan u jarayonda topshirish, qabul qilish dalolatnoma bor, grafik to'lovlar bor, oylik to'lovlar hammasi shu jarayonda tasdiqlanib ketilinadi. Va keyin oylik to'lovlar amalga oshiriladi oyma-oy. Endi bitta mijoz tovari bizdan olgandan keyin albatta uni sotadi yo ishlab chiqarib sotadi. Qo'lida naqd pul paydo bo'ladi-da, yana ham o'sha oylik to'lovlar bizga amalga oshirgan holatda qo'lidagi pulini oborotiga tikib, yana ham biznesini rivojlantirish uchun harakat qilsa bo'laveradi. Endi to'lovlar haqida gapirdik. To'lovlar kechikishi mumkin yoki mijoz vaqtliroq to'lashligi mumkin. Bu holatda to'lovlarni summasini o'zgartirmaymiz. Kechikib qoladigan bo'lsa ham, vaqtliroq to'laydigan bo'lsa ham, faqat bitta force major holatlarida bir qanaqadir talofatlar yo bir biznesda holati o'zgaradigan bo'lsa, ushbu holatda alohida muddatlar qilib berishligimiz mumkin mijozlarga. Bu holatda ham to'lov summasi o'zgarmaydi. Endi ijara haqida gapiradigan bo'lsak, biz asosan yakunda egalik huquqi mijozga o'tib ketish va'dasi bilan ijara turi bilan shug'ullanamiz. Bu endi asosan uskunalar, texnikalar, bino inshootlar, turar, noturar joylar haqida gap ketadi ijara produkti sifatida. Xo'p, endi bunda bu ham asosan murobahaga o'xshab ketadi. Faqat dastlabki holatda va'dalashuv ikkita bo'ladi. Va'dalashuv, kelishuvi. Bu birinchisi shu narsani sizga ijaraga beraman degan va'da bo'ladi. Keyingisi yakunda to'lovlar amalga oshirilgandan keyin shu uskuna mulk huquqini sizga o'tkazib beraman degan va'da bo'ladi. Shu farqi bor va endi ijara bilan murobahani umuman olganda katta farqi bor. Mijozni mulkiga o'tkazib beriladi.
nasiya savdoda. Dastlab bitim bo'lgan paytda risklar ham to'liq o'sha sotilgandan keyin mijozga o'tib ketadi. Ijara sal boshqacharoq. Ijarada manfaat sotilinadi. O'sha uskuna, bino inshoot texnikalaridan foydalanish manfaati. Bu degani mulk huquqi bizda bo'ladi. To'lov qilib bo'lib, oxiri mulk huquqini mijozga o'tkazib berilgungacha bu yerda risklar bor. Force major holatidagi talafot yetgandagi uskunaga, mulkka egalik huquqi bizda bo'lganligi sababli shunaqa holat vujudga kelib qolsa, talafot bizda bo'ladi, risk. Foydalanadi. Ijara o'zi aslida yana ham kengroq narsa va yakunda to'lov qilib bo'lgandan keyin mulk huquqini o'tkazib beramiz. Egaligi bo'lib, risk unga o'tib ketadi, mijozga o'tib ketadi. O'ylaymanki, video ko'pchilik uchun manfaatli bo'ldi. Sizlarni qiziqtiradigan bir yana yo'nalishlar bo'lsa, savollar bo'lsa, alohida bir yuborsalaringiz, alohida video qilib yana joylashligimiz mumkin.